menga shunaqa yaxshi insonlar bo'lgan, men yosh katta odamlar bilan gaplashib yaxshi ko'raman, qiziqib, nimalarni yutqizding, nimalar yutding deganlarimdan mana shunaqa informatsiyalar menga ishga kirganimda 2 yildan keyin menga aytishgan, "San voy borib topshirishing kerak, buni olishing kerak, bu tekin pul sanda-ku" deb olib borib topshirishgan. U paytda bizda internet bo'lmagan. Ani ofisiga borib to'ldirganman, hammasini qilganman, qog'ozlarini, indekslarni ham tushunmaganman, to'ldirib yuborganman nimasi bo'lsa ham o'sha paytlarda. Lekin o'sha paytda men tekshirmaganman, o'sha 5 yil o'tgan, 6,5 yil o'tgandan keyin ham menga har yili nimadir yuborilardi, ani qog'ozchalarini. Mayli, men ishlardim ko'p, unaqa vaqtim bo'lmasa, lekin yozilib qolganman, yozilgan paytida o'sha insonlarga ishonib. O'sha paytda mani pulim oshib borishni boshlagan. Bu yoqda keyin главныйsi, mana misol uchun men oyiga $3,000 ishlayotgan bo'lsam, $3,000 o'zgarmagan. Chunki men juda ham kam protsent qo'yganman. O'shanga meni pulim o'zgarmagan. Takslarimdan men eng katta taks olishardi mendan. O'sha taksni olib qolavergan. Agar 100 ming ishlayotgan bo'lsam, 100 mingdan 100 mingni taks qilishmaydi mendan. 90 mingni taks qilishadi. Chunki men 100 mingim $10 ming meni tax free berilgan. Государство o'shandan yutib chiqasiz. Taks qilinmaydi bu 10 mingim. Резкий investitsiyaga ketadi. Investitsiyada yutilaveradi $10,000. O'shanga katta ko'riladi yiliga-da, как бы. 90 mingni mendan keyin taks qilishadi. Men tak o'zi katta 40% ga to'g'ri kelganimga 35dan 40% taks qiladiganiga to'g'ri kelganimga, chunki men bolam yo'q o'sha paytlarda, yolg'iz qizman, katta pul ishlayotganimga, o'shanda men netimdan lekin ko'rinmagan menda. Misol uchun, qanaqa ishlayotgan bo'lsam, shunaqa pul ishlayotganman. Rostdan ham shunaqa degan edi, yosh katta odam, который pensiyaga chiqayotgan edilar, men bilan birga ishlaydigan hamkasbim deyiladi. Lekin ular o'sha ancha experiencelari bor, bunaqa narsalarga o'sha yozilib, o'zlari ochib ko'rsatganlar. Juda ham katta miqdorda pullari bo'lgan edi. Menga o'shanda ko'rsatganlar. Mashina olasan, real estate qilasan, buni qilasan, ko'p narsalarni menga o'rgatishgan. O'shanga ham yosh katta odamlardan ko'p suhbat qilib, обязательно ularning experienceini eshitinglar, chunki samimiy bo'lishadi. Samimiy bo'lib, realni sizlar uchun harakat qilib, chistly gapirishadi. Ko'p yosh o'tgan odamlardan so'rasanglar. Juda ham hurmat bilan gaplashib kerak unaqa odamlar bilan, chunki sizlarni karyerangizga katta nuqta qo'yishadi. Mana shu inson menga 25 yoshimda mana shunday darajaga hozir menda akkauntim bor. Bundan lon ham olaman, o'zimga как бы independentman. O'zimga o'zim bemalol ishlay olaman. Bu agar bo'lmaganda, misol uchun men katta pul yutqizayotgan bo'larkanman. Men hozir tushunib yetib, o'zimda experience bo'lgan sizlarga ham yetkazib beryapman bu informatsiyani. Agar bu video yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar, menga obuna bo'linglar, yana bunaqa qiziq videolar qilishga harakat qilaman. Salom do'stlar, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bu meni videomga. Bu videomda sizlarga 401k pensionli Amerikadagi fond to'g'risida ozgincha gapirib bermoqchiman. O'zimni tilimda, o'zimni oddiy qiz, meni o'zim experienceimdan o'tgan, qanaqa men 401k, qanaqa men ishonaman, nimaga bu foydaligi uchun, sizlar uchun men oddiy qilib tushuntirib bermoqchiman o'zimni tushungan holatimda. Lekin 401k bu государство kompaniyalarga yetilgan, чтобы odamlarga pensionniy fond, ya'ni qo'shimcha pensionniy fond bo'lishiga mana shunaqa 401k beriladi. 401k bu kompaniyalarda, misol uchun ishlasangiz, har ikki xili bor. Traditional bu oddiy 401k bu taksdan oldin olinadigan, keyin bu match qiladigani ham bor. Bir xil kompaniyalarda ishlasangiz, ular 401k ga match qilib berishadi. Misol uchun 4 dan 6% gacha, 4% misol uchun yoki 3% qo'yadigan bo'lsangiz, ular yana tekinga pul berib, sizga 3% ishlayotgan kompaniyalar yiliga qo'shib beradi. Shunda sizlar misol uchun 3 ming qo'yayotgan bo'lsangiz, ular ham 3 ming qo'ysa $6,000 yiliga sizlar o'zingizlarning pensiyalarga qo'yayotgan bo'lasizlar. U account ochganingizda birinchi bo'lib account HR ga borishinglar kerak, HR departmentiga, human resource ga kirishinglar kerak. Surishtiringlar, sizlarda 401k bor. Agar misol uchun match bo'lmasa, oddiysi bo'lsa ham yuboyiga apply qilinglar. Ochganingizdan keyin главныйsi sizlar tanlashinglar kerak, qanaqa indeks fondlarda yoki qanaqa research qilasizlar, qaysi biri sizlarga yoqsa, o'sha как бы bu ko'proq target qilingan retirementlarga, misol uchun такой safe indeks fondlar bo'ladi. Uni ichida misol uchun sizlar 8 dan 10% gacha yutishingiz mumkin yiliga. Misol uchun yosh boshlasanglar, 25 yoshingizda boshlasanglar, 45 yoshingizgacha misol uchun 8%dan $10,000 gacha qo'ysanglar, juda ko'p yutuvlarga erishasizlar. Misol uchun yana undan ham ko'proq bo'ladi. Yosh boshlagan sari kattaroq yutuvlarga olib kelinadi. Undan tashqari sizlarga aytib bermoqchiman, bu videoni men Instagramga qo'yaman, chunki tez qilish uchun 401k bu pensionni, qo'shimcha pensionni, hamma social security bu pensiya deb o'ylashadi. No, social security bu pensiyaga juda ham kam. Xudo biladi, bizning yoshimizda hozir ekonomika bo'tganda qanchalik social security strong bo'lishiga, o'shanga Amerikada o'zingizlar harakat qilishingiz kerak pensioniylarga tayyorgarlik ko'rishga. Bu 401k ulardan bir turi. Misol uchun 401k ning ham har xil turlari bor. Aytganimdek 401k tradisionallisi bor, 401k Roth IRA bor. Bu Roth IRA bu tax olib olingandan keyin o'zingizlarning pulinglarni qo'yasizlar. Bu agar kompaniya sizlarga bersa, buni xohlardim, agar men misol uchun men o'zim experience agar bunaqa bo'lsa, unda men o'zimni pulimdan o'zim ochib отдельно Fidelis yoki Vanguard boshqa kompaniyada, даже Robinhoodda ham o'zingizlar ochib, o'zingizlar research qilib indeks fondlardan tanlasanglar bo'ladi. Bunisi nimasi zo'r? Bu agar misol uchun siz pulingizdan siz indeks fondlarga katta, misol uchun S&P 500, Nasdaq, boshqa kompaniyalarga ham sizlar qo'ysanglar, bular yutib chiqqan, misol uchun $5-6 million qaraganingizda, misol uchun retirementga chiqqaningizda, siz yutgan pulingiz $5-6 million yoki undan ham ko'p bo'lsa, hech qaysiga taks to'lamay, hamma pul o'zingizga qoladi. Mana shunaqa государство sizlarga berilgan, shu taks to'lamasligi, lekin buni limiti bor. Yiliga 7 mingdan ko'p, Trump hozir ko'paytirgan uni, lekin mani anaqamda $5,000 kabi kamida qo'ysanglar yomon bo'lmaysizlar degan informatsiya bor. Bu bilan bittasi. 401k tradisionallisi agar kompaniyada ishlasanglar, kompaniyalar sizlarga beradi. Shunaqa $1,000 ishlasanglar, endi bu men misol qo'yaman, bu men ishlayman deyotganim yo'q. Bu sizlar uchun oddiy misolda tushuntirib beraman. $100,000 ishlasanglar, $100,000 dan 10% qo'yayotgan bo'lsanglar, bu $10,000 hisoblanadi. $10,000 misol uchun 8 dan 10% gacha ko'payadi. Misol uchun yiliga sizlarga mana shu $10,000 misol uchun keyingi yil misol uchun $10,000 yana $1,000 qo'shiladi deylik, investitsiya qilinganida-da, как бы. Asli har yili $10,000 dan qo'yasizlar. U
keyin yana compound bo'lib ko'payaveradi. Misol uchun u pul 10 yoki 8%, 10% hozir stock marketga qarab, bu safe index fondlar, bu agressivniy yoki individual emas. Bular ko'payaveradi. Agar 25-23 yoshingizdan boshlasanglar, 45 yoshgacha $1 million bo'ladi sizlarda. 45 yoshingizda уже $1 million bo'ladi. $1 million degani sizlar millionerlar degani emas, bu oddiy klassda sizlar degani, такой comfortable hayotda yashaydigan darajada yetdinglar degani. Bu 45 yoshda olinglar degani emas. U keyin продолжить qilasizlar. Lekin nimasi yaxshi, agar yosh boslasanglar, buni to'xtatgan bo'lsanglar, pulinglar misol uchun oilaviy bo'ldinglar, to'lamaydigan bo'lib qolsanglar, 45 yoshingizda yig'ilgan pul, misol uchun $1 million yig'ilgan bo'lsa, bu $1 million yana oshaveradi. Yana qayta undan ham tezroq oshishga boshlanadi. Chunki sizlarning vazifanglar mana shu 10 mingni ko'proq qilib berish, o'sha akkauntda уже kattaroq pul o'ynalsa yoki kattaroq vazratlar ham bo'ladi. To'g'rimi? O'shanda ko'p darajada misol uchun odamlar yoshlikdan pensiyani o'ylasa, yoshlikdan investitsiya qilib disiplina qilsa, katta yuqori darajalarga pensionisi уже set bo'lgan bo'ladi. Bundan tashqari bu puldan o'zingiz loan olsanglar bo'ladi. Bu lekin отдельный video loanga ham gadjetni qilib beraman sizlarga. Juda ham qiziq. Mana meni o'zim misolimda endi men hypothetical aytaman, просто taxminan 10% qo'yaman, yiliga $10 million qo'yaman. 25 yoshimda boshladim deylik. 35 yoshga to'lganimda 100 mingim bor deylik. Erta 100 ming ben qo'ygan pulim. Bu degani 100 ming emas, undan ham ko'proq pulga chiqqan bo'lishi mumkin. Erta men просто sizlarga taxmin qilib aytaman deylik. Buni ham o'zining limiti bor, $22,5 ming yiliga qo'yasizlar. Agar sizlar 10 ming emas, undan ham ko'proq qo'ymoqchi bo'lsanglar, unda $22,5 ming как бы dan ko'proq qo'ya olmaysizlar. O'shanga ham o'zining limiti bor. Buni ham hammasini qo'yib yuboraman deyotgan odamlar uchun aytib qo'yaman. Undan tashqari glавныйsi sizlar ochib qo'ysanglar, yosh paytingizda men ochganman. Men keyingi videoda men loanlar to'g'risida, keyin 401k, Roth 401k to'g'risida sizlarga qisqa misollarda gapirib beraman. Bu hozir men mana traditsionalnisiga qildim. Agar siz ishxonada ishlasanglar, обязательно ishxonaga telefon qilib, human resource'larga kirib, nimada retirement'imda, pensionimda qanaqa opsiyalar bor deb so'ranglar. Обязательно telefon qilib so'ranglar. Meni pensionim qanaqa o'zi, qanaqa opsiyalarim bor, qanaqa men index fondiga qo'ysam bo'ladi, 401k bormi menda deb bo'lsa qilinglar обязательно. Bo'lmasa unda mana planga уже o'tinglar. Roth IRA'ga buni отдельно yana boshqa video qilaman. Uzunroq videolarim, YouTube videolar o'zim experience'dan oddiy hayotiy real tajribadan o'tgan experience'imdan sizlarga oddiy misolda men tushuntirib beraman. Men unaqa wunderkind emasman, unaqa multi billioner emasman, lekin o'zimga comfortable hayotda yashayman. Sizlarni ham shunaqa hayotga, food stampga yoki social securityga qarab o'tirmanglar, misol uchun. Xudo xolasa mana shunaqa oddiy narsalarga yozilib qo'yilsa, vaqt yili borida katta anaqa darajalarga, bonuslarga erishsanglar bo'lar ekan. O'shanga shularni o'rtoqlaringizga yuborib qo'yinglar, yosh o'rtoqlaringizga, yosh уже pensiyaga chiqayotgan o'rtoqlaringizga ham yuboringlar, misol uchun. Juda ham qiziq informatsiya bu, juda ham important informatsiya. Так что yuboringlar, share qilinglar, repost qilinglar. Bu juda ham pensiyani hozirdan, bugungi kundan o'ylash kerak. Ertaga emas, indinga emas, bugun hammamizda problema bor, lekin pensiyani hozirdan qilish kerak. Hozirdan yo'lini topib, qatdan tejab, shotga mana shu pulni qo'yib, kelajakni qilish kerak. Chunki social security faqat o'ylanib qolsanglar, juda qiynalib qolishingiz mumkin. O'shanga ham hayotiy experience'imni olib, hayotdan yashanglar, hayotdan yayrab yashanglar. Bunaqa videolarni ko'pini qilishga harakat qilaman. Sizlarni juda sevaman. Rahmat bu videoni ko'rganingiz uchun.